Aziz otaxonlar va onaxonlar, telefoningizni qo'ymay turing. Bugun men sizga shunday bir narsa aytaman. Eshitganingizda ichingiz achishadi va nima bu menga ham tegishlimi deb so'raysiz. Bugun sizga bittagina savol beraman. Siz pensiyangizning to'liq summasini o'ylayapsizmi? Aniq bilasizmi? Yoki Xalq bankidan to'lov amalga oshirildi degan xabar tushadi. Siz raqamga qaraysiz, ich-ichingizdan shubhalanasiz. Ammo shunday bo'lsa kerak deb o'tasiz. Ulab ko'ring, varoy pensiyangizdan 200 ming, 300 ming, balki 400 ming so'm sizning bilmaganingizda, xabaringiz bo'lmagan holda ushlab qo'linayotgan bo'lishi mumkin. Va bu pulni kim, nima uchun, qaysi asosda ushlayapti, sizga hech kim tushuntirmaydi. Bu men o'ylab chiqargan vahima emas. Bu minglab pensionerlar o'zi ham boshidan o'tkazayotgan achchiq haqiqat. Bugun men sizga 3 ta narsani ochiq va to'liq aytaman. Birinchi, pensiyadan noqonuniy ushlab olish qanday sxemalar orqali amalga oshiriladi va siz nima uchun buni bilmaysiz. Ikkinchi, kim bu ishni qilayotgani va ularning vakolatlari nimada. Uchinchi, bugunoq nima qilish kerak. 5 aniq qadam orqali pulingizni qanday tiklash mumkin. Ovozni kattalashtiring, eshiting va oxirigacha ko'ring. Bu rolik sizning cho'ntagingizga bevosita taalluqli. Men sizga bir hikoya aytaman va bu hikoya minglab oilada takrorlanyapti. Onaxon ismini aytmayman, u o'zini tanishi uchun 63 yashar maktab o'qituvchisi. 32 yil ishladi. Bolalar qalbiga nur sepdi. Yosh paytida issiq yozda bolalar bilan nafas tikladigan sinf xonalarida o'tirdi. Qish sovuqida kam harorat ichida dars berdi, tunlari kechgacha daftar tekshirdi. Oylik ish haqi hech qachon ko'p bo'lmadi, ammo u shikoyat qilmadi, chunki ishi uning hayoti iftixor edi. 60 yoshga to'ldi, nihoyat pensiya. Birinchi to'lovda 1 million 200 ming so'm tushdi. Yaxshi pul emas, ammo gaz to'lash, dori olish, nabiraning darsliklariga yordam berish uchun bir amallab tushadi deb o'yladi. Ammo ikkinchi oyda pensiya 400 ming so'm kam tushdi. Hisob kitobda xato bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladi. 3-chi oyda ham shuncha kam, 4-chi oyda ham, keyin 5-chi oyda ham, 6-chi oyda ham u bezovta bo'ldi, ammo kimga murojaat qilishni bilmadi. Xalq bankiga bordi, tizim shunday, bizning ishimiz emas deyishdi. Mahalla raisiga bordi, u ham o'zi bilmayapti. Pensiya jamg'armasiga bordi, ijro hujjati mavjud deyishdi. Qanday ijro hujjati? Qaysi sud? Qanday qarz? U hech narsa bilmagan edi. Tekshirilgach ma'lum bo'ldiki, 3 yil oldin tuman kommunal korxonasiga 250 ming so'm qarzdor bo'lib qolgan. U to'lagan deb o'ylagan edi, ammo tizimda qarz turavergan. Sud ijrochisi ishga tushgan va har oy 400 ming so'm hisoblang, 6 oy. 2 million 400 ming so'm yo'qolgan, 250 minglik qarz uchun va hech kim uni ogohlantirmagan. Xat borganmi? Balki borgan. Ammo keksa ayol ko'zi ojiz bo'lib biror xatni esidan chiqarib yuborgan yoki tushunmagan yoki qo'rqib o'qimagan, natija pulini yo'qotdi. Mana shu vayot, mana shu nohaqlik va endi siz bilan ochiq gapirishim kerak. Bu holat yolg'iz misol emas. Men yurist sifatida ko'plab odamlar bilan uchrashganman va shu xil vaziyatlar juda keng tarqalgan. Odam bilmaydi, surishtirmaydi, chunki davlat ado etmas degan yoki nima qilishni bilmayman degan fikr ustun. Ammo huquq faqat talab qilganga beriladi. Talab qilmasang, hech kim o'zi kelib bermaydi. Mana shu sizga ham yuz berishi mumkin. Izozlarga yozing, sizning pensiyangizdan nam bunaqa narsa bo'lganmi yoki yaqinlaringizda shunday vaziyat bormi? Stajingizni, kasbingizni, birinchi pensiyangiz miqdorini yozing. Men sizning holatingizni alohida ko'rib javob beraman. Hurmatli vatandoshlar, agar bu kanalga birinchi marta kirgan bo'lsangiz, hozir obuna bo'ling va qo'ng'iroq belgisini bosing, toki var yangi videodan darhol xabardor bo'ling. Nima uchun bu kanal aynan sizga zarur? Men yurist va advokat Rustam Nuriddinov har hafta bir narsa qilaman. Pensionerlarga tegishli yangi qonunlar, farmonlar, o'zgarishlarni oddiy odam tilida aniq va tushunarli tarzda tushuntiraman. Hech qanday murakkab yuridik lug'at yo'q, hech qanday tushunib bo'lmaydigan ibora yo'q, hech qanday vaqt to'lash yo'q. Faqat bu sizga tegishli, mana nima qilish kerak xolos. Pensiya huquqlari mazasi shundaki, ular doim o'zgarib turadi va siz bilmasangiz, bu nodonlik bo'lmaydi. Bu tizim sizga tushuntirmagani. Bilgan odam pulini saqlaydi, bilmagan odam yo'qotadi. Obuna tugmasini bosing, bu 30 soniya. Va shu 30 soniya keyingi oylar va yillarda sizga va yaqinlaringizga katta foyda beradi.
Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, men sizga bir narsani tushuntirishni istayman. Bu muammo birdan paydo bo'lmadi, u asta sekin yil sayin o'zimiz sezmagan holda o'sib bordi. Keling, biroz orqaga qaraylik. Sovet davrida undirish tizimi deyarli yo'q edi. Pensioner tinch hayot kechirardi. Kommunal xizmatlar hokim subsidiyalangan edi. Kredit tizimi chegaralangan va nazorat ostida edi. Pensiya muqaddas tegib bo'lmaydigan pul edi. Ammo mustaqillikdan keyin dunyo tubdan o'zgardi. Birinchi katta o'zgarish kommunal xizmatlar narxining bozor narxiga o'tishi bo'ldi. Gaz, elektr, issiqlik, suv hammasi yildan yilga qimmatlashdi. Keksa odamlar uchun bu og'ir yuk bo'ldi. Pensiya summasi oshmadi, narx oshdi. Kimdir to'lashga qiynaldi, qarz to'plandi, avvaliga kam, keyin ko'payib bordi. Ikkinchi katta o'zgarish kredit tizimining ommalashishi bo'ldi. Banklar pensionerlarga ham kredit bera boshladi. Chunki pensiya kafolatlangan daromad u bank uchun ishonchli to'lov manbai. Beriladi tez, oson, hujjatsiz va keksa odamlar ham oldi majburiyat tufayli, hayot majbur qilgani uchun, nabira uchun, uy tomi uchun, dori uchun, farzandi uchun. Uchinchi katta o'zgarish sud ijro tizimining raqamlashuvi bo'ldi. 2016-yildan keyin sud ijrochilari va Xalq banki tizimi o'rtasida elektron aloqa o'rnatildi. Sud qarori chiqdi, tizim avtomatik ravishda pensiya hisobidan undirishni boshlaydi. Pensionerga xat boradimi, rasmiy tartibda boradi. Ammo u xatni o'qiydimi, tushundimi, nima qilishini biladimi, tizim bunga hisobdor emas. Natija, pensiya oydan oyga kamayib tushadi va keksa inson nima uchun kamligini yillab tushunmay yuradi. Yoki tushunsa ham qayerga murojaat qilishni, nima deb aytishni bilmaydi. Uyaladi, chuchiydi, noqulay bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Aynan shu ol tizim ishlayotgan manfaatga xizmat qiladi. Bilmagan odam da'vo qilmaydi, da'vo qilmagan odam pulni yo'qotadi. Mana shu bugun biz gapirayotgan muammoning tomiri. Endi hozirgi huquqiy holatni tahlil qilaylik, aniq va to'g'ri aytaylik. Noqonuniy ushlab olish nima, qonuniy undirish nima, farqi qayerda? Birinchi noqonuniy ol sud qarorisiz undirish. Agar pensiyangizdan biror summa ushlab qolinayotgan bo'lsa va buning asosida rasmiy sud qarori yo'q bo'lsa, bu to'la to'kis noqonuniy. Hech bir bank, hech bir korxona, hech bir tashkilot sud qarorisiz pensiyadan undira olmaydi. Istagan korxona sizga qarzingiz bor deb pensiyangizga tegishi mumkin emas. Ikkinchi noqonuniy yo'l 50% chegarasini buzish. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun 93 yilda qabul qilingan va keyin bir necha bor to'ldirilgan asosiy hujjat pensiyadan undirish pensiya summasining 50% dan oshmasligini belgilaydi. Agar pensiyangiz 918 ming so'm bo'lsa, undirish 459 mingdan oshishi mumkin emas. O'shyaptimi? Bu ochiq buzilish va siz uni to'xtatishga haqlisiz. Uchinchi noqonuniy yo'l allaqachon to'langan qarz bo'yicha davom etayotgan undirish. To'lagan bo'lsangiz undirish darhol hech kechiktirilmasdan to'xtatilishi shart. Agar to'xtatilmasa, bu ortiqcha olingan pul va siz uni to'liq qaytarib olishga haqlisiz. To'rtinchi noqonuniy yo'l muddati o'tgan sud qarori asosidagi undirish, ijro muddati tugagan eski qarorlar bo'yicha undirish noqonuniy. Endi toifalar bo'yicha. Xavf zonasida. Birinchi toifa 10 yildan ortiq pensiya olayotgan, ammo hech qachon undirish borligini tekshirmagan keksalar. Ular yillab zarar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa bir necha joyda kredit yoki mayda qarzlari bo'lgan va ulardan xabari chalkashib ketgan pensionerlar. Uchinchi toifa kommunal korxonalarga to'ladim deb o'ylagan, ammo aslida qarzi saqlanib qolgan kishilar. To'rtinchi toifa boshqa kishiga kafil bo'lgan va o'sha odam qarzni to'lamagani uchun o'zlaridan undirayotganidan bexabar pensionerlar. Bu toifa ayniqsa ko'p. O'g'limga kafil bo'ldim, o'zi to'laydi degan pensioner o'g'li to'lamagani uchun o'z pensiyasidan yillab undirishni yashirib yuradi. O'z bolalariga aytolmaydi, uyaladi. Ammo bu uning huquqini buzish. Kim plusda? Birinchi, MyGov.uzda ijro hujjatlarini muntazam tekshirib boradigan pensionerlar. Ikkinchi, har oy pensiya summasini avvalgi oy bilan solishtiradiganlar. Uchinchi, noqonuniy undirishni aniqlab, rasmiy ariza berib, pulini tiklaganlar. Bu ishni qilish sizning huquqingiz. Endi men sizga 5 aniq bugunoq bajarish mumkin bo'lgan qadam beraman. Qog'ozga yozib oling yoki videoni to'xtatib yozib oling. Birinchi qadam pensiyangizning to'liq summasini aniqlash. Bu qadamni o'ziroq qilish mumkin. Telefon orqali ham,
Xalq bankining mijoz xizmatiga boring pasportingiz bilan. Xodimga shunday deng: menga so'nggi 6 oy davomida pensiyam tushgan summalarning yozma ro'yxatini bering. Var oylik to'lovning aniq miqdori ko'rsatilgan holda. Bu xizmat bepul va sizning qonuniy huquqingiz. Birov buning iloji yo'q desa ishonmang. Xodim bermaslikka urinsa, iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun asosida yozma rad javobini so'rayman deng. Rad javobini berishdan qo'rqadilar va odatda shundan keyin ro'yxatni berishadi. Ro'yxatni olgach, raqamlarni yozib oling. Agar summalar oydan oyga kamayib borgan bo'lsa, undirish mavjud. Masalan, yanvarda 900 ming tushgan, fevralda 750 ming, martda ham shuncha. Demak, har oy 150 ming ushlab qolinayotgan. Bu yerda aniq raqamni bilish keyingi qadamlar uchun juda muhim. Ikkinchi qadam MyGov.uz orqali ijro hujjatlarini tekshirish. Bu qadam juda muhim, chunki tizim barcha undirishlar to'g'risida ma'lumotni bir joyda saqlaydi. Telefon yoki kompyuterda MyGov.uz ga kiring. Agar tizimga kirish qiyin bo'lsa, nabirangizdan yoki yosh qo'shningizdan yordam so'rang. Portal ochilgach, ijro hujjatlari bo'limini toping, ID, karta yoki pasport raqamingiz orqali tekshiring. U yerda sizga nisbatan barcha amaldagi va tugatilgan sud ijro hujjatlari ko'rinadi. Qaysi sud chiqargan, qachon, qancha miqdor ko'rsatilgan, qanchasi undirilgan. Uchinchi qadam undirishning qonuniyligini sinchiklab tekshirish. Ko'p odam ijro hujjatini ko'radi, ammo uni o'qishni bilmaydi. Men sizga nima qidirishni aytaman. Ijro hujjatini ko'rganingizdan keyin 3 ta narsani aniqlang. Sud qarorining o'zi haqiqatdan ham rasmiymi yoki u ijro qilinayotgan hujjat aslida sud qarori emasmi? Ikkinchi, var oylik undirish summasi pensiyangizning 50% oshyaptimi? Agar oshsa, to'xtatish talabini kiritishingiz mumkin. Uchinchi, ijro hujjatida ko'rsatilgan umumiy qarz summasi allaqachon to'lanib bo'lganmi? Agar undirish noqonuniy davom etmoqda va pulni qaytarib olish mumkin. To'rtinchi qadam rasmiy ariza yozish va topshirish. Tuman yoki shahar sud ijrochilari idorasiga boring. Pasportingizni va MyGov.uzdan olgan ma'lumotlar nusxasini olib boring. Arizani 2 nusxada yozing. Arizada bunday yozing: men to'liq ism sharifingiz, fuqaro manzilingiz, pensioner. Menga nisbatan amalga oshirilayotgan undirish noqonuniy asosda davom etmoqda. Sabablar: birinchi, sud qarorida ko'rsatilgan qarz summasi allaqachon to'langan, yoki ikkinchi, undirish miqdori pensiyamning 50%dan oshmoqda, yoki uchinchi, ijro muddati tugagan. Undirishni zudlik bilan to'xtatishni va ortiqcha undirilgan mablag'ni qaytarishni talab qilaman. Arizaning bir nusxasini qabul qilindi muhri va qabul sanasi bilan olib o'zingizda saqlang. Javob muddati 15 ish kuni. 5-chi qadam, javob bo'lmasa prokuraturaga murojaat. Agar sud ijrochilari idorasi 15 ish kuni ichida yozma javob bermasa yoki rad etsa, tuman prokuraturasiga murojaat qiling. Prokuraturaga yozing: sud ijrochilari idorasi pensiyamdan noqonuniy undirishni davom ettirmoqda va murojaatimga rasmiy javob bermayapti. Tekshirish o'tkazish va undirishni to'xtatish to'g'risida chora ko'rishingizni so'rayman. Prokuratura nazorat organi uning aralashuvi ko'p holatda masalani tez hal qiladi. Ariza 2 nusxada, 1 nusxasi sizda. Va eslab qoling, agar shu 5 qadamni o'tib, noqonuniy undirish isbotlansa, sizga faqat undirishni to'xtatishmaydi. Ortiqcha olingan barcha pul qaytariladi. Bu sizning huquqingiz va u qonunda yozilgan. Aziz otaxonlar va onaxonlar, bugun biz juda muhim va og'ir mavzuni ko'tardik. Men bilaman, uni eshitish oson emas. Pensiyamdan ushlab olishyaptimi? Kim? Nima uchun? degan savol ko'nglingizni bezovta qiladi. Ammo shu bezoftalik yaxshi narsa. Chunki bezoftalik odamni harakatga undaydi va harakat pulni saqlaydi, huquqni tiklaydi va odamga o'ziga ishonch beradi. Bugun o'z huquqini bilgan pensioner ertaga kuchli inson. Men sizga yana bir bor aytmoqchiman. Sizning pensiyangizdan bir tiyin ham noqonuniy ushlab qolinishiga siz rozi emassiz va rozi bo'lishingiz shart ham emas. Siz 30 yil, 40 yil ishladingiz, qish sovuqida, yoz issiqda, tunda tongda. Davlat sizga bu pensiyani va'da bergan va hech kim, hech bir bank, hech bir sud ijrochisi qonunni buzib sizning pulingizga tegishi mumkin emas. Davlat ham, huquq ham, murojaat yo'llari ham hammasi mavjud, ammo ular sizning eshigingizni qoqib kirmaydi. Birinchi qadamni siz tashlashingiz kerak. Va bugungi rolik aynan shu birinchi qadamni tashlashga yordam berish uchun yaratildi.
Bu rolik oxirida men sizdan bittagina narsa so'rayman. Bugun o'ziroq pensiyangizni tekshiring. 6 oy oldingi pensiya summasini eslang va hozirgi summa bilan solishtiring. Agar kamaygan bo'lsa, izoda yozing va biz birgalikda yechim topamiz. Izoda menga bir savol beraman. Pensiyangiz kirganidan keyin summani doim tekshirib ko'rasizmi yoki shunchaki ishonib olasizmi? Yozing va men shaxsan sizning izovingizga javob beraman va bu videoni yaqiningizga, nabirangizga, farzandingizga, do'stingizga, qo'shningizga bugunoq jo'nating. Ayting, qara, bu rolik sizga ham tegishli, tekshirib ko'r. Yoki telefon qo'liga ushlatib o'zingiz ko'rsating, 1 daqiqa vaqt sarflang. Ammo u daqiqa katta ahamiyatga ega. Chunki bir rolik bir kishining yillik yo'qotishini to'xtatishi mumkin. Men Rustam Nuriddinov, Qonuniy pensiya kanali. Sizning huquqingiz uchun kurashaman. Siz yolg'iz emassiz, yon tomoningizda har hafta men borman. Sizni ardoqlayman. That's it, liking ko'rishguncha.